Rossiyada mehnat muhojirlari uchun patent tizimi bekor qilinishi mumkin. Vladimir Putin Rossiyada mehnat migrantlariga ishlash huquqini beruvchi patent tizimini bekor qilish masalasi muhokama qilinishi mumkinligini bildirdi. 18-sentyabr kuni parlament fraksiyalari bilan uchrashuvda Adolatli Rossiya Haqiqat uchun partiyasi rahbari Sergey Mironov migrantlar Rossiyaga faqat ishlash uchun kelsin, oila a'zolarini esa Rossiyaga olib kelmasin deya taklif kiritdi. Kelsin, ishlasin, ketsin tamoyili asosiy bo'lishi kerak dedi u. Putin bu taklifni muhokama qilishga tayyorligini aytdi. Hozirgi tizimga ko'ra O'zbekiston, Tojikiston, Moldova va Ozarbayjon kabi davlatlardan kelgan fuqarolar bir oydan bir yilgacha amal qiladigan patent asosida ishlaydi. 2024-yilda 2 million patent berilgan. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zolari bo'lgan Qirg'iz Respublikasi, Qozog'iston va Belarus fuqarolari bunday majburiyatdan ozod qilingan. Rossiyada ayni paytda ishchi kuchi tanqisligi kuchaymoqda. 2025-yil iyul oyida ishsizlik 2,2% bilan tarixiy minimumga tushdi. Sanoatda esa qariyb 1,9 million ishchi yetishmayapti. Qisqasi, migrantsiz iqtisodiyot qiynaladi, patentsiz esa migrantlar. Rossiya nihoyat oqilona yo'lni tanlaydiganga o'xshayapti.